oramizdagi mavjud muammolarni, problemalarni aniqlab olishimiz kerakda. Shu problemalardan bittasi har doim ko'p xalq orasida ham ko'p aytiladi. Beruniy tojik bo'lganmi, o'zbek bo'lganmi, Ibn Sino kim bo'lgan yoki Forobiy qozoq bo'lgan yoki Ulug'bek o'zbek bo'lgan degandek mana shunaqa bir nechta shu allomalarni dunyoga tanilgan, Markaziy Osiyoni, Turk To'ronni dunyoga tanitgan o'sha olim odamlarni talashishimiz qanchalik to'g'rida? Masalan, shuni tojik farzandi Beruniy deb aytish qanday-yu, Turon farzandi, Turonliklarning buyuk olimi Beruniy deb aytish qanday? Его полное имя Абурайхон Мухаммад ибн Ахмад аль-Беруни. Родился в 973 году в Харазме в таджикской семье. К числу знаменитых ученых того времени принадлежит Аль-Харизми Мухаммед бен Муса. Полное имя Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса Аль-Харизми. Аль-Харазми родился в 783 году в таджикской семье в Харазме. Xalqqa qay darajada ta'sir ko'rsatadi-da? Masalan, Forobiy qozoq olimi deb boshlash qanday-yu yoki Ulug'bek butun o'sha Turonliklarning buyuk matematigi deb aytish qanday? Mana shular o'zining ta'sirini, o'zining aks sadosini qay darajada berishini har bir yurtdoshimiz, mana mintaqa vakillari o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni menimcha mintaqa hammamiz uchun qanaqadir millatni, chunki o'sha paytda ularning millati unaqa millatga bo'linish yo'q edi. Ular hammasi musulmon yoki mana shu Turonlik, Turkistonlik deb bilinar edi. Endi ularni biz oradan 1000 yillar o'tib yaqindagina nomlarimiz shakllangan bo'lishiga qaramay, ba'zilarimizni ayrilib chiqqanimizga qaramasdan aynan o'zbek, aynan tojik, aynan qozoq deb yoki qirg'iz deb Urg'uberk Mahmud Qoshg'ariyni qirg'iz deyish yoki Yusuf Hojibni qirg'iz deyishday yondashuvlarni ham ko'ramizda. Bunaqa narsa O'zbekistonda ham bor, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham kuzatilyapti, Turkmanistonda ham shunaqa. Shuni bir oradan, bir yoqadan bosh chiqarib, hammamiz uchun mintaqamizning farzandi, vakili deb aytganimiz qanchalik ma'qul, qanchalik durust ish bo'lar deb o'ylaysizlar? Ustoz? Xayr, albatta yuqorida aytganimdek, bizning tariximiz mushtarak. Shu O'rta Osiyoni qaysi mintaqasida bo'lmasin, qayerdan chiqqan bo'lmasin, bu allomalar ham o'zbek xalqiga, ham tojik xalqiga yo boshqa O'rta Osiyodagi xalqlarga taalluqli deb o'ylayman albatta. Albatta bizlar mana shu tojik xalq tarixini o'qitish jarayonida u yoki bu davrning madaniyatini yoritishda o'sha davrni olimlari to'g'risida ma'lumotlar keltiramiz. Masalan, Ulug'bekning xizmatini ko'rsatmasdan ilojimiz yo'q. Chunki observatoriya, rasadxona qurdi, madrasalar qurdi, Ziji Ko'ragoni nomi bilan asarlar yozdi. Yoki Ibn Sinoni ham xuddi shunday. Buxorolik deymiz, Afshonadan deymiz. Ibn Sinoni xizmati shu jahon meditsinasiga yoki jahon ilmiga juda ham katta deb ko'rsatamiz. Ba'zan oralig'ida albatta biz u kishini tojik tilida yozgan asarlarini ham ko'rsatamiz. Donishnoma degan kitobi bor, tojik tilida yozilgan. Feruzinoma tojik tilida she'rlar yozgan. Buni aytmasdan ilojimiz yo'q. Shuning uchun siz juda to'g'ri aytdingiz, bular sharq mutafakkirlari hisoblanishadi. Va jahon adabiyotida ham, jahon ilmida ham, Yevropa olimlari tomonidan ham bular musulmon mamlakati allomalari degan fikr bilan yoritiladi. Shuning uchun islom sivilizatsiyasi vakillari deb yoritilishadi. Shuning uchun biz bu bilan iftixor qilish, faxr qilishimiz kerakki, ana shu bizning yurtimizni allomalari, olimlari ham dunyoviy ilmga, ham diniy ilmga o'z xizmatlarini ko'rsatdilar. Mana ko'ring, tojiklar, o'zbeklar, qirg'izlar, qozoqlar, O'rta Osiyo xalqlari Hanafiya mazhabiga e'tiqod qilishadi. Biz Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobitni 1310 yilligini Dushanbeda nishonlab, u kishi shu bizning yurtdan ekanligini olamga muarrifi qildik. Hatto Al-Azhar universiteti rektori bu yerda qatnashib, ko'plab dunyoning 55 mamlakatdan olimlar qatnashib, UNESCO qarori asosida biz ana shunday kishilar bilan faxr qilish. Yo Imom Buxoriyni qarang. Qur'ondan so'ng uni Jami' tarix degan kitobi islom dini uchun ikkinchi manba hisoblanadi. Biz ana shunday shaxslarimiz bilan
albatta faxr qilishimiz kerak, bularni kitoblarimizda keng yoritishimiz kerak. Ana shu o'quvchilarga buni tushuntirishimiz kerakki, shu bizni yurtimizdan ana shunday ulug' kishilar yetishib chiqishgan deyishimiz kerak.